gel deme. Anasının sızgan sızgıdan çıkmaydıgan gel deme. Anamdan sorap haberini verey. Anam ben sen degendek pakiz retlik giyinip sen degen yer kelip sen degen kız balını saklap tuttum. Sen degendek gülüm elip aldım. Ana sen degen kız balı geldi. Anasının sızgan sızgıdan çıkmaydıgan gel deme. Anamdan sorap haberini verey. Anam ben sen degendek pakiz retlik giyinip sen degen yer kelip sen degen kız balını saklap tuttum. Sen degendek gülüm elip aldım. Ana sen degen kız balı geldi. Bakıl eli görüştü. Yaxşımısınız? Anam degen kız balı siz şuma? He. Mağa gülünü sizge. Onun sözüm bulup da. Anam gül berişin kerek degendi. Ne görüp de bakıyımız? Anam bana bir yan depagen. Keşka şehir Balla Süpen'den kıypaş ududki malina garip tamamları verip tamak yanla. Aşağının paliyetli tamakları var degen. Men. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Nima tamoq yeysizlar? Anam mening kesh muhitini bek yaxshi deganda. Shun keldik o'zingiz bilib. O'zim bilibmanmi? Baklan. Va yenimda 200 ko'lam bor, anam 200 ko'lam bergan. Shunga tushliq tamoq qilsin. Xotirjam bo'ling. Ecep, meni sormaylan buyurib dediniz ha? Anam o'zing bilib buyursang bo'laverdi degan. Ananızda gepini pek anlaydıkken size. Meni anam tuqqan emas mashina. Yüreğimi tuttuğum değil. Nim dedingiz? Yakışını. Onda alıp qaysi özümüz to'g'riliq paranglashib bakalım da. Ma'qul. Siz adet nima qiziqsiz? Mening qiziqishimni anam biladi. Siz adetda qanday qizlarni yoqtirasiz? Ben anam tanlab bergan qizlarni yoqtiraman. Siz adetda qanday rangni yaxshi ko'rasiz? Anam meni oq rangni yoqtirsa degandi. Aslan tam qol chiqdi. Hozir baqanlar. Vaqtilim. 200 ko'liq tamoq desam, meni munqaris qilib aytasiz nima? Ensirmang atam. Bizning Malina g'aribchi taomlarimizda asli bas 289 ko'y bo'lgan 2 kishilik to'g'san yurishligimiz hozir faqat va faqat 148 ko'y. Mushtamoqning hammasi shu. Uni Tengo orqali sotib olsangiz bu bo'ladi yoki mishakilib borsangiz bu bo'ladi. Faqat 148 ko'y. Sizning 200 ko'y pulingizni 50 ko'y pulingiz aşağıda. Inşallah qilib yaptınız, atsız, ko'ngilni olasiz. Mushtabaqildan hammasi 148 ko'y. Ketaver. Qani behozir yang. Undaqda sizga yana bir savol so'rab qo'yaymi? Ma'qul. To'ydan keyin pulingizni menga berasiz? Yo'q. Onamga beraman. Anangiz ham meni bildi ekan-a? Meni onam hammani bildi. Nava to'ydan keyin o'rishib qolsa qanday qilasiz? Onamga deyman. Hay. Bizning to'yimiz qachon bo'ldi? Bizning to'yimiz bo'lmaydi. Sizga o'xshash hech qanday shaxsiy fikr yo'q odamlar men to'y qilmayman. Nemsi anam biladi, anamdan so'ray deb. Sizga o'xshash odamlar men hargiz to'y qilmayman. Onasining sızgan sızgıdan chiqmaydigan gel deme. Siz meni o'rorimga tegdingiz. To'g'ri, sizga shaxsiy fikr bo'lish kerak, lekin menda shaxsiy fikr bormi yo'qmi? Onamdan so'rab xabarini beray.